Xurshid, sen kim bilan raqsga tushyapsan? Malohat bilan. Ha, o'zingchi. Sumit bilan. Bolalar, men Shahzoda bilan raqsga tushaman. Qalay? Ustoz. Hazillashdimi? Malohat qaysi kollejga topshirasan? Shu o'zimizni met kollejga. Belli, mana met kollejga topshiraman. Birga borib kelamiz. Hamma pul berdi. Azamat sen qolding. Ma, ol shu pulni. Tushunmadim men bolalar, hozir pul nimaga yig'ilibdi? Sinfdoshlar bilan muzqaymoqqa boramiz. Shunga pul yig'otgandik, ustoz. Sinfdoshlar bilan muzqaymoq hammalaringga topsizlar. Ha, hammamiz. Muzqaymoq yegancha mana bu remont pulini o'z vaqtiga to'lab qo'ylaring. Remontga pul bermaymiz, ustoz. Nimaga pul bermaysan? Biz bitirib ketyapmiz-ku, keyingi yil kelmaymiz. Tövbe qildim. Ukang bordir seni o'qiydigan. Oilada bitta farzandman. Keyinchalik bola chaqqalik bo'larsan, bola chaqqang kelib o'qir shu yerga. Yo'q, ustoz, men o'ylanmayman. Shahzoda bilan Lubov, Layli va Majnun bo'lib yuravering-ku. Ustoz, men bu ikkisiga tegmayman. Meni ham ko'zim uchib turgan yo'q, senga o'ylanaman deb. Ustoz, bu ham remontga to'laymizmi? O'tgan oy ham to'lavdik. Jamolov, o'tgan oy sen mana shu maktabimizga remontga pul to'lagansan. Bu safar men uyimga remont qilaman. Ustoz, Adashib ketdim. Bo'ldi, hazillashdim. Assalom deganda ovchilar gullar, assalom deganda sayrar bulbullar. Hozirgi chiqishimizni 9B dan kutib qoling. Shundan kelib boqasiz, chakamagunlar taqasiz, menga juda yoqasiz, xolamning o'g'li. Oy desa oydek yuzi, boldan ham shirin so'zi, farishtaning naq o'zi, xolamning qizi. Xo'p, tezroq hayding, manzil ko'kcha mozori. Oynadan qizga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi. Qiz bechara to'xtamay, faqatgina yig'lar edi. G'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonam siqilayotganini. Qicham esimdan chiqara olmadim, to'xtamasdan yig'layotganini. Esimdan chiqmaydi, ko'z oldimda yig'lagani. 15 ta kam 3 ta hayotdan ko'zim Mana o'quvchilar. Hammasi ketibdi.